Santa Claus dunyodagi eng mashhur qahramon. Aslida uning kelib chiqishi haqiqiy tarixiy shaxsga borib taqaladi. 3-4 asrlarda Rim imperiyasining hozirgi Turkiya hududida Avliyo Nikolay ismli xristian ruhoniysi yashagan. Ingliz tilida Saint Nicholas. Avliyo Nikolay o'zining mehribonligi va saxovati bilan mashhur bo'lgan. Afsonaga ko'ra, u kechasi kambag'allar uyiga borib, yashirincha deraza oldida quritish uchun ilib qo'yilgan paypoqlar ichiga tilla tangalar qoldirib ketar va shu orqali kambag'allarga yordam berar ekan. O'limidan keyin uning xotirasi ilohiylashtiriladi va o'rta asrlarga kelib esa saxovatpesha ruhoniy afsonasi butun Yevropa bo'ylab keng tarqaladi. Endilikda u bolalar, dengizchilar va kambag'allarning ilohiy homiysiga aylanadi. Odamlar 6-dekabr sanasida Avliyo sharafiga katta bayram nishonlashardi hamda bolalarga sovg'alar ulashardi. Ushbu bayram fonida esa Rojdestvo hamda Yangi yil xalq orasida mashhurlikni ancha yo'qotgan va bu shubhasiz din vakillari tomonidan norozichiliklarga olib keldi. Natijada bayram va bolalarga sovg'a ulashish marosimi 6-dekabrdan Rojdestvo sanasiga, ya'ni 25-dekabrga ko'chirildi va rasman endi yashirin sovg'alarni bolalarga Avliyo Nikolay emas, balki bolakay Iso olib kelardi. Biroq xalq sevimli qahramonini unutmadi. Saint Nicholas nomi vaqt o'tishi bilan madaniyatlar to'qnashuvi oqibatida Santa Clausga aylandi va endi u nafaqat Rojdestvo, balki unga eng yaqin bo'lgan Yangi yil bayrami timsoliga ham aylandi. Shoir va yozuvchilar esa mo'jizaviy hikoyalar bilan qahramonni yanada boyitishdi. 20-asrga kelib Coca-Cola kompaniyasi xalq ichida allaqachon mashhur bo'lgan bu qahramondan o'z reklamasida foydalanishga qaror qiladi va unga kompaniya ramzi bo'lgan qizil va oq ranglardan yangi obraz yaratiladi. Shunday qilib, qizil kiyimli Santa Claus obrazi Coca-Cola bilan birga butun dunyoga taniladi.